Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan kreativ pedagogika fani yuzasidan kreativlikni rivojlantirishning psixologik usullari mavzusi bo'yicha suhbat olib boramiz. Xo'p, bugungi mashg'ulotimiz rejalar bilan tanishib o'tamiz. Ya'ni mashg'ulotimiz davomida kreativlik tushunchasi, zamonaviy baholash mezonlari va pedagogik yondashuvlarga to'xtalib o'tar ekanmiz. Barchamizga ma'lumki, kreativlik bu shaxsning yangicha, noodatiy, foydali va original g'oyalarni ilgari surish, muammolarga ilgari mavjud bo'lmagan yechimlarni topish, yangi mahsulot yoki g'oya yaratish qobiliyati hisoblanadi. U nafaqat san'at yoki adabiyotda, balki fan, texnika, pedagogika, menejment kabi ko'plab sohalarda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Zamonaviy dunyoda ijodiy va innovatsion fikrlash eng muhim malakalardan biri hisoblanadi. Jahon iqtisodiy forumi ma'lumotlariga ko'ra, ijodkorlik va divergent fikrlash kelajak uchun yetakchi ko'nikmalar qatoriga kiradi. Shu bois talabalarda yangicha yondashuvlar, keng tafakkurni shakllantirish pedagogik jarayonning ustuvor yo'nalishi hisoblanadi. Ushbu taqdimotlarimizda sizlarga ijodiy fikrlashni rivojlantirishning 3 turdagi psixologik usullari, vizual metafora, kreativ mashqlar va psixologik treninglar muhokama qilinadi. Har bitta usul ta'rif, misol va vizual tavsiyalar bo'yicha sizlarga taqdim etiladi. Xo'p, vizual metafora tushunchasi asosan vizual metaforada abstrakt tushuncha yoki muammoni obrazli, tasviriy rasm orqali ifodalash usuli bo'lib, bu ijodiy fikrlashni rag'batlantiradi. Bunda murakkab mazmunni sodda tasvir bilan bog'lash ishtirokchida yangi fikrlar paydo bo'lishini ko'rsatadi. Va o'z navbatida vizual metafora bo'lajak o'qituvchilarda intuitiv fikrlashga ta'sir etib, ularni kengroq tafakkur qilishga undaydi. Bir qancha misollar orqali sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Ya'ni vizual metaforadan yonayotgan lampani ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bu rasmimizda yangi g'oya yoki insight, ilhom paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni buni o'z navbatida darsda talabalarga qanday yangicha fikrda eding degan savol bilan bog'lab foydalanishimiz mumkin. Xuddi shu asnoda tashqarisidagi odam namoyon qilishimiz orqali bunda noodatiy fikrlashni talabalarda o'zaro shakllantirishimiz mumkin. Ya'ni bunda kreativ topshiriqlar oldindan sizdan tashqarida fikrlayapsizmi degan muhokama ochib berishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu asnoda tugatib bo'lmagan ko'prik. Ya'ni buni tasvirda ko'rishimiz mumkin. Ikki tomonlama qurilgan, lekin o'rtasi yo'q ko'prikni ko'ramiz. Ya'ni bunda asosan nima ma'no keladi? Bunda yechim yarim, fikr to'liq emas. Ya'ni buni dars davomida talabaga bu g'oya qanday tugallanadi, nima qo'shish kerak kabi savollar berib, shu insightdan foydalanishimiz ham mumkin bo'ladi. Va keyingisi ildizlari ko'rinayotgan daraxt. Ya'ni bu tasvirimizda yerni yorib chiqqan daraxt, ya'ni ko'rinib turgan ildizlari bilan ko'rishimiz ham mumkin. Ya'ni bundan yuzaki ko'rinish ortida chuqur asos yoki ichki sabablar bo'lishi va tanqidiy, tahliliy yoki muammoga chuqur qarash uchun vosita sifatida ulardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xuddi shu asnoda dars davomida turli kreativ mashqlardan foydalanishimiz mumkin. Asosan kreativ mashqlar miyani faol ishlashga majburlovchi, bir muammoni ko'p turli burchakdan o'ylab ko'rishga undaydigan amaliy topshiriqlar hisoblanadi. Ya'ni bu turdagi mashqlar talabalarda divergent fikrlashni rag'batlantiradi. Ya'ni bo'lajak o'qituvchilar bitta masalada ko'p turli yechimlar izlash ko'nikmasini egallaydi. Kreativ mashqlar o'yin uslubida bo'lishi yoki guruh bo'lib bajarilishi mumkin. Lekin har doim ishtirokchining tasavvuri va yangicha fikriga turtki beradi. Masalan, turli xil rolli o'yinlar, analogiya topish yoki boshqa tomondan qarash mashqlari ham bizda ijodiy fikrlashga o'z navbatida turtki berishi mumkin. Bulardan biz mind mappingni ko'rishimiz mumkin, ya'ni aql xaritasida. Ya'ni aql xaritasi markaziy g'oya atrofida bo'linmalar ochib, aloqalar, tushunchalar bog'laydigan vizual diagramma hisoblanadi. Ya'ni ushbu usul bo'lajak o'qituvchilarga muammolarni mantiqan tashkil etishga,
yangi aloqalarni ko'rishga yordam beradi. Ya'ni bo'lajak o'qituvchi markaziy mavzudan chiqqan tarmoqlar hosil qilib, ular bir bo'limga tegishli yozuvlar yoki tasvirlar qo'yadi. Bu jarayon ma'lumotni eslash, yangi fikrlarni topish uchun qulay muhit yaratadi. Ya'ni bunda markaziy asosiy mavzu bo'lgan shoxlanib ketgan rasmlar bilan to'ldirilgan diagrammadan biz foydalanishimiz mumkin bo'lar ekan. Xuddi shu asnoda dars davomida brainstorming metodidan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni bunda guruhda erkin fikr almashish usuli hisoblanadi. Ya'ni bunda talabalar muammoni birgalikda muhokama qilib, mumkin bo'lgan g'oyalarni erkin aytib chiqishadi. Ya'ni bu jarayon yangi, ayrim hollarda g'alati g'oyalar va brainwriting usulidan foydalanamiz. Ya'ni bunda brainstormingning yozma varianti hisoblanadi. Ya'ni bu har bir ishtirokchi qog'ozda 3 daqiqa ichida 3 ta g'oya yozib qo'yadi. Keyin qog'ozlar almashinib, boshqa fikrlar qo'shiladi. Ya'ni bu usullar bilamizki, introvert talabalar fikrlarini ham ochishga va jami g'oyalar sonini oshirishga xizmat qiladi. Shu asnoda dars davomida psixologik treninglardan ham foydalanish mumkin. Ya'ni psixologik treninglar o'z-o'zini anglash, empatiya, ijodiy tasavvur, ko'nikmalarni rivojlantirishga qaratilgan guruh mashg'ulotlari hisoblanadi. Ya'ni mazkur treninglar ishtirokchilarning o'zlaridagi resurs va imkoniyatlarni kashf etishi, maqsadlariga erishish uchun psixologik yordam sifatida olib boriladi. Xuddi shu asnoda dars davomida o'zini anglash mashqlaridan foydalanamiz. Ya'ni bunda trening jarayonida ishtirokchilarda o'z his-tuyg'ularini, fikrlarini, tajribalarini ifodalash imkoniyatlari beriladi. Masalan, shaxsiy jurnal yuritish yoki muammolarni o'ylab ko'rish va unga o'z munosabatlarini yozib berish. Va bunday refleksiv mashqlar ishtirokchilarning ichki dunyosini chuqurroq anglashga yordam beradi. Xuddi shu asnoda biz mashg'ulot davomida empatiya mashqlaridan foydalanishimiz mumkin. Ya'ni empatiya mashqlari ishtirokchilarni boshqalarning tuyg'ularini chuqurroq his qilishga o'rgatadi. Ya'ni buning uchun talabalar rolli o'yinlar orqali, ya'ni boshqa odam rolini, fikrini olib kirishadi yoki hikoya orqali boshqalar tajribasini tushunadi. Shu asnoda ushbu mashg'ulotlar hamdardlik tuyg'usini oshirib, talabalarda ijtimoiy ko'nikmalarni yaxshilashga xizmat qila olar ekan. Xuddi shu asnoda vizual metafora, kreativ mashqlar, psixologik treninglar ta'limda ijodiy fikrlashni rivojlantirish uchun juda ham samarali metodlar xizmat qiladi. Ya'ni ularni darsda integratsiya qilish bo'lajak o'qituvchilarga muammolarga yangicha yondashuv va erkin fikr almashishga beradi. Ya'ni turli xil darslarda, turli xil tasvirlar, guruh muhokama, erkin ijodiy topshiriqlardan foydalanib, ya'ni bu o'z-o'zini anglash, empatiya ko'nikmalarini rivojlantira olishi ko'nikmalariga ega bo'lishar ekan. Shu bilan bizning mashg'ulotimiz o'z yakuniga yetdi. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.